Bir mijozimizga neoklassika dizayndagi bitayotgan uylarini eng sifatli premium kategoridagi maishiy texnikalar bilan jihozlab berganmiz. Sizlar bilan video obzorini qilib beramiz. Birinchi bo'lib oshxonamizdan boshlaymiz. Hop, bu texnikalarni 15 kun oldin berganmiz. Bugun esa televizor xarid qildilar bizdan. Katta televizorimiz. Hop, kuxnyamizga kirsak, bu yerda neoklassik va high-tech dizayn uyg'unlashgan. Hop, BTO texnikaning hammasini Hoffmandan qilib berganmiz. Hoffmanning eng lyuks varianti. Gaz panellari latulligidan. Duxovkalari high-tech dizaynda neoklassikaga tushadigan. Duxovkalarimizda o'rniga 3 qavatli bo'ladi. O'zi sekin yopiladi eshiklari. Hop, bu eshiklar eng oxirgi zamonaviy modelda qo'l harakatiga ishlaydigan bu eshiklarimiz. Hop, moykamiz ham qora rangda bo'lgan. Hamma berasiz, xolodilnikimiz ham 185 ligi va orasida ozgina nazar qolsa ham o'zi eshik ochiladi. Bu ham Hoffman brandidan bo'lgan. Hop, bu mijozimizga bu texnikalardan tashqari Green'ni eng premium kategoridagi Green Yukround modelidan 2 dona qilib berganmiz va zallariga 65 talik koreyskiy Samsung qilib berganmiz. Kimga shunaqangi sifatli texnika kerak bo'lsa, sizni uyingizni interyeriga qarab, high-tech, klassik, retro klassik, neoklassik bo'lsa, hamma texnikalarimiz mavjud, har xil dizaynda. Bizga obuna bo'lib qo'ying va layklar bilan qo'llab turing.